Mana bu yerda Gardeniyani 55 millik kichkina varianti. Kusti son sanoqsiz, oq ochiladi buni boqqanlar juda yaxshi bo'ladi. Suvda hozir qishki kunida bir haftaning ichida 3 marta, 2 marta cherezdan quysa bo'laveradi. Baklariga sprey qilib sepsa ham bo'laveradi. G'unchalari hop bitta tutda o'zida 18 tadan 20 tagacha g'unchasi bor hammasida. Bu 55 milliga. Hozir shtampisi bor. Nari tomonda turibdi. Buni ham ko'rsatamiz. Holat o'ta go'zal. Qora bakli eng yaxshi sortidan bu. Oddiy yashil bakli emas. Mana bu yerda shtampoviy Gardenia. Shtamp deb mana shu uzun bo'lib o'sganiga aytiladi. Buni ham g'unchasi, bunda sal ozroq 15 tagacha, 10 tadan 15 tagacha chiqadi. Chunki bu shtampligi uchun. Keyin buni mana baka eng katta sortidan ekan, gigantroq bo'ladigan. Oq ochiladi. Hidi jasminni hididaqa bo'ladi. Jasminni videosi keyingi videoda chiqadi. 2 xil jasmin bor, buni ham qo'yib ketamiz. Buni narxi 60 ming so'm, shtampoviy. 70 cm, 80 cm plus minus shunaqa holatda bo'ladi. Kelib olib ketsanglar bo'laveradi deyman.